2026-yillik kimyo fanidan milliy sertifikat imtihoniga tushishi mumkin bo'lgan savollardan biri. Men sizlarga hozir bu masalani qanday ishlashini o'rgataman. Siz ungacha obuna bo'lib qo'ying. Massa ulush kasr ko'rinishda berilgan bo'lsa, tepadagi son tuzga tegishli bo'ladi, a pastdagi son esa umumiy eritmani massasi. Agar umumiy eritmadan tuzni massasini ayirib tashlasak, suvning massasi kelib chiqadi 36. Massa ulishdan tashqari bizga vodorod kislorod nisbati berilgan. Shu uchun ham suv tarkibidagi vodorod va kislorod atomlarini topib olaman. 18imda 2 ta vodorod bor, 36imda qancha desam 4 ta, 18imda bitta kislorod bor, 36imda qancha desam 2 ta chiqadi. Endi shart bo'yicha 5 ta kislorodimga 8 ta vodorod to'g'ri kelar ekan. Lekin menda 4 ta vodorod. 4 ta vodorodimga qancha kislorod to'g'ri keladi desam, 2,5 ta kislorod to'g'ri kelar ekan. Endi mana shu 2,5 dan suv tarkibidagi kislorodni ayirib tashlasam 0,5 tuz tarkibidagi kislorodlar soni. Endi tuzimning massasi 19 edi. 19imda 0,5 kislorod atomlari bor. 4 ta, ya'ni metal SO4 tarkibida 4 ta kislorod bor. Mana shunimda qancha desam, tuzni mrini topolgan bo'laman. Tuzni mri 152 ekan. Mana shu 152 dan 96, ya'ni SO4 ning massasini ayirib tashlasam, metalning massasi kelib chiqadi. Metal massasi 56, bu temir. Javob bo'lar ekan D. Temir SO4. Siz yana qanday savollarni tushishini taxmin qilyapsiz? Izohlarda yozib qoldiring.